Hammaga assalomu alaykum. Boyagi mashinamiz tak normalniy chiqdi. Umuman gilam yuvilmagan ekan. Uni ustiga hozir sideniya taqmayotganim, bilan pechkasi вообще nol bo'lib yotibdi buni. Hamma narsa zo'r ishlayapti, pechkasi вообще tufti ekan. Ozgina endi havoda tursin, keyin taqib tashlaymiz. 4 boltni taqish problema emas. Pechkalar vaqtida qildirib qo'yilib, sirkulyatsiya hammasi bo'lyapti-yu. Pechka to'lib qolgan. Pedalni normalniy bosgandan keyin iliqroq havo chiqyapti. Pechka bilan anaqa termasi, anaqa pompasi manimcha. O'zi вообще полностью almashtirish kerak unaqasi. Xizmatli bo'lsa, bemalol aloqadamiz. Bu hozir yutgan tomoni ozgina kraska qolib ketuvdi. Hamma yechilgan parokli kraskalab tashladim. O'rtadagi lodichkasi вообще qirilib ketgan edi umuman. Yutgan tomoni shu bo'ldi. Charchamayman.